qaytish arafasida Riyodda aeroportda Ahmad Mammanov O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Nodir aka Elboyev bilan bog'lanamiz. Riyoddan to'g'ridan-to'g'ri va eksklyuziv savollarni yo'llash imkoniga ega bo'lamiz. Assalomu alaykum Nodir aka. Assalomu alaykum. Ovozini ozgina ko'tarib oling, Dilshod aka ovozni. Nodir aka, mana biroz hozir sizning ovozingizni eshitishda muammoga duch keldik, lekin taxminan Qahramonlar xos klubi. Ya'ni shu yigitlar ishonchi to'g'ri oqlashdi. To'g'ri finalga qaytara olmagan bo'lsa ham, lekin o'yin amaliyotiga ega bo'lmay turib Kayfiyat xabari yaxshi. Eng asosiy o'yinlardan birini yutib oldik. Yutganda ham yirik hisobda yutganimiz uchun kayfiyat ancha yaxshi. Bu yoqda Qatar, bu yoqda kecha o'yindan keyin yaxshi Ismoilov juda qattiqqo'l murabbiy. Mashg'ulotlar bo'lmagani, bu jismoniy mashg'ulotlar bo'lmagani. Hozir futbolchilarimiz bugun kun davomida fizioterapiyani oladi, ya'ni faqatgina jismoniy mashg'ulotlar to'xtatilgan xolos. Keyin Islom akani eng yaxshi taraflaridan biri futbolchilarni juda yaxshi intizomda ushlaydi. Ya'ni biz turgan mehmonxonada Italiya turibdi, masalan, Saudiya Arabistoni bugun ertalab ketdi, ular yutqizib, Italiya, Kanada, Yangi Kaledoniya ketishdi ular, lekin men ko'raman, eng ko'p ko'radigani italiyaliklar. Qadam bossam italiyaliklarni ko'raman, o'zimizni futbolchilardan ko'ra ko'proq ko'raman va qaysi